Xalqarалық qonun, irqiy qirg'inchilik, Xitoyning etnik siyosati va Uyg'ur tadqiqoti qatorliq sohalarda e'tirof qilingan 50 dan ortiq mustaqil tadqiqotchilar birlikda elib borgan tekshirish natijasida doklad e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan harakatlarining irqiy qirg'inchilik ekanligini va uning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish ahdnomasidagi har bir belgilamaga ayrim holda xilofligini bildirdi. 9 mart seshanba kuni Washingtondagi New Line strategiyasi va siyosat tadqiqot markazi tarafidan e'lon qilingan dokladda Xitoy Xalq Jumhuriyati 1948-yili imzolangan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash ahdnomasiga xilof holda Uyg'urlarga elib borgan irqiy qirg'inchilikning javobgarligini o'z ustiga olishi lozim deyildi. Mazkur tadqiqot o'rnining alohida harakat direktori va bu dokladning yozuvchilarining biri bo'lgan doktor Azim Ibrohim kuchli dalillar irqiy qirg'inchilik ayblashlarini dalillaydi. Xitoy dunyoviy cho'ng davlat, lekin uning rahbarlari bo'lsa irqiy qirg'inchilikning loyihaliguvchilari. Dokladda mundaq deyildi: Davlatning unumli kontrolligi ostida elib berilayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish ahdnomasining 2-moddasida shartlanganidek, Xitoyning Uyg'urlarni yo'q qilish g'arazini aniq yoritib beradi. Cho'nglashqa ushbu doklad Xitoyning qilmishlarini irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish ahdnomasiga xilof va Xitoyni Uyg'urlarga elib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatining javobgari deb xulosa chiqardi. Arabcha dangliq axborot organi hozirgi xabarlar tori 7 martdagi xabarida Xitoy rejimi tarafidan har xil tuhmatlar bilan lagerlarga qamalgan 200 ga yaqin Uyg'ur savdogarning ismini o'z ichiga olgan maxsus tizimlikka erishganligini bildirgan. Xabarda bildirishicha, tizimlik Uyg'ur tilida yozilgan bo'lib, Uyg'ur faoliyatchi Abduvali Ayyub apandi tarafidan xotirlangan. Tizimlikda yaqinqi bir necha yil ichida Xitoy tarafidan jazolangan Uyg'ur savdogarlar xotirlangan. Bulardan sirt qo'lga ilingan savdogarlarning bir qism suratlarimi oshkorlangan. Bildirilishicha, ta'minlangan tizimlikda 200 ga yaqin savdogarning ism familiyasi kirgizilgan bo'lib, bularning ichida xotinlik milliarder Kanchi Umar Matqurbonmi bor ekan. Gerçi o Xitoy doiralari bilan normal munosabatni saqlab kelgan bo'lsa-mu, ammo yanala Xitoyning bostirish siyosatidan qutula olmagan. U 10 yil kesilib turmaga tashlangandan keyin Xitoy doiralari uning uyini sayohat o'rniga o'zgartgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligini irqiy qirg'inchilik deb bekitish maydonida o'zgarish bo'lmaganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price kundalik axborot e'lon qilish yig'inida Amerika Xitoy munosabati va Sharqi Turkistonning eng yangi vaziyati to'g'risidagi savollarga javob berdi. Bayonotchi Price mundaq dedi: Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken aytganidek, biz Sharqi Turkiston vaziyatini irqiy qirg'inchilik deb tasvirlash maydonimizni saqlab qolamiz. Bizning bahoyimizni o'zgartiradigan narsani ko'rmadik. U yerdagi ziyonkashlikning oxirlashganligini ko'rmadik. Bayonotchi, sizningcha Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilmishlari yanada davomlashyapti degan savollarga javob berganda, yuqorqi so'zlarni qilgan va biz bu temada ilgari aytgan so'zimizda turimiz degan. Xitoy xalqaro sayohatga borgan fuqarolarga raqamli korona vaksinasi kimligi yo'lga qo'ygan. Raqamli vaksina kimligiga dushanba kunidan boshlab Xitoy to'g'ri mulozimati vijat, ya'ni undidor orqali ishlatkili bo'ladi ekan. Uningda ishlatuvchilarning vaksinalash va sinoq natijasi saqlanadigan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi vaksina pasporti deb ataladigan raqamli vaksina kinishkasini qo'llanish orqali yer shari sahnasidagi iqtisodning asliga kelishini qo'llashni maqsad qiladiganligini bildirgan. Bayonotchi yana bu hujjatda chegara halqagan sayohatni qulaylashtirish ko'zda tutildi degan. Xitoy xalqaro sayohat bursi bilan ta'minlaydigan raqamli vaksina kimligini tayyorlagan tunji davlat bo'lib qoldi. Yevropa ittifoqidami mushuningga o'xshash maqsadda vaksina kimligi tayyorlash tadqiqoti olib berilmoqda. Amerikaning klimat alayida elchisi John Kerry bizning klimat o'zgarishi masalasida Yevropa va Yevropa ittifoqidagi do'stlarimizdan yaxshi hamrohimiz yo'q. Hozir bizning moslashishimiz intayin muhim dedi. Kerry bir yo'silda ziyorati bo'lib, Yevropa ittifoqi organlarining yuqori darajalik boshqaruvchilari bilan klimat o'zgarishi va muhit to'g'risida suhbat olib bordi. U Yevropa ittifoqi komitetining kirish eg'izida muxbirlarga bayonot berdi.
Kerry klimat o'zgarishining Amerika prezidenti Jo Bayden hukumatining eng muhim ishlarining biri ekanligini tilga olib, "Men bu yerga Yevropadagi do'stlar bilan klimat hamkorligini muzokara qilish uchun keldim" dedi. Parij klimat kelishimi jarayonida davlatlar o'rtasida favqulodda hamkorlikning borligini bayon qilgan Kerry, hozir buni ilgari surish kerakligini o'tirib qo'ydi.